AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushi davom etmoqda. Tehron ikki ittifoqchi kutganidek qulagani yo'q. Davlatning vaqtincha rahbarlarini tayinlab, saylovga tayyorgarlikni ham boshladi. Eronliklar tinmay arab davlatlarini o'qqa tutmoqda, lekin biror arab davlati o'z hududiga raketa otayotgan Eronga javob bermayapti. Dunyodagi eng mashhur shahar Dubayni tinmay o'qqa tutishmoqda, lekin arablar baribir jim. Nega? Rolikda buning sabablarini tushuntirishga harakat qilamiz. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos unga like bosing. Shunda YouTube bu muhim mavzuni ko'proq vatandoshlarga tavsiya qiladi. Darvoqe, shu kunlarda AQSh-Eron urushi bilan bog'liq juda ko'p fake ma'lumotlar tarqalyapti. Ayniqsa Telegram kanallarda fake xabarlar juda ko'p. Yaqinda shunaqa kanallardan birida Burj Xalifa yonib ketayotgani haqida sun'iy intellekt tayyorlagan fake videoni ko'rdim. Yolg'on ma'lumotlarga aldanib qolmaslik uchun Kunuz YouTube kanaliga obuna bo'ling. Biz xabarlarni tekshirib, keyin sizga yetkazamiz. Donald Trump prezidentlikka kelgandan keyin arab davlatlari bilan juda katta trillion dollarlik bitimlar imzoladi. Keyin men arablardan ana shuncha pul olyapman deb maqtandi. Mr. Trumpni olisni ko'zlab ish tutuvchi dono siyosatchi deb bo'lmaydi, lekin arab davlatlari bilan o'tkazilgan uzoq muzokaralar, katta kelishuvlar, Isroil bosh vaziri bilan juda ko'p uchrashuvlar yaqin kelajakda nimadir bo'lishidan darak berayotgandi. Balki arab davlatlarining jimligi ham o'sha kelishuvlarga bog'liqdir. Trump urush boshlangandan keyingi birinchi chiqishida arab davlatlari ham operatsiyada qatnashmoqchi ekanini aytdi. Uning gaplaridan biz arablarga ruxsat bermadik deganini o'qish mumkin. Xullas, arablar Amerikaga o'z mudofaasini butkul ishonib qo'ygani ko'rinmoqda. Va bu unchalik ishonchli kelishuv bo'lmagani shu kunlarda yaqqol sezilyapti. Birgina amirliklar misolida olsak, Dubay daqiqasiga millionlab dollar pul yo'qotmoqda. Dubay aeroporti dunyodagi eng ko'p reyslarni amalga oshiradigan tayyoragohlardan biri. Mamlakat iqtisodining qon tomiri, pul oqimi shu yerdan boshlanadi. Daqiqasiga uchib qo'nayotgan uchoqlar mamlakatga tinimsiz pul olib keladi. Hozir reyslar qotib qolgan, odamlar uchib keta olmayapti. Tur operatorlari sayyohlar mehmonxonada qolishi uchun o'z hisobidan pul to'lashga majbur. Va eng yomoni, urush tugagandan keyin ham odamlar ancha vaqt Dubayga safardan tiyilib turadi. Bu ham mamlakat uchun katta zarar. Kecha amirliklar prezidenti Dubay shahzodasi bilan Dubay Mallda iftorlik qildi. Odamlarga shahar xavfsiz ekanini ko'rsatmoqchi bo'ldi go'yo. Bu mamlakat rahbariyati zarbalar yetkazayotgan zarardan qanchalik xavotirga tushganini ko'rsatadi. Sarlavhani o'qib hayron qolgandirsiz, lekin aynan shunday bo'ldi. Vladimir Putin Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Muhammad ibn Zayd Al Nahyon bilan telefon suhbati chog'ida Eronning Birlashgan Arab Amirliklariga zarbalarni oqlab bo'lmasligi, chunki Amerika zarbalari uchun bu davlat hududidan platsdarm sifatida foydalanmaganini aytdi. Chindan shunaqa. Amerika Eronga dengizdan turib zarba beryapti. Dubayda harbiy bazasi yo'q. Lekin Eron nega aynan shu shaharga hujum qilayotgani tushunarli. Birinchidan, yaqin raketalar, dronlar oson yetib boradi. Ikkinchidan, arab olamining eng mashhur turistik shahri Dubay. Eron arablarga Amerika bilan ittifoqchi ekaningiz badalni to'laysiz degan ko'yi Dubayni bombalayapti. Birlashgan Arab Amirliklari-ku mayli, sayyohlikka asoslangan kichik davlat deylik. Lekin Eron arab davlatlarining eng kattasi Saudiya Arabistoniga ham zarba beryapti. Yana dunyodagi eng katta neft zavodi Aramconi nishonga oldi. Ar-Riyoz nega javob bermayapti? Amerikalik jurnalist Donald Trumpning do'sti Tucker Carlson shu kunlarda qiziq gap aytib qoldi. Uning so'zlariga ko'ra, Qatar va Saudiya Arabistoni hukumatı mamlakatda portlash sodir etishni ko'zlagan Mossad agentlarini qo'lga olibdi. Carlsonning fikricha, Isroil nafaqat Eronni, balki mintaqadagi barcha arab davlatlarini kuchsizlantirishni istaydi. Eronni bombalashga qaror qilgan Amerika va Isroil Tehron javob o'laroq arab davlatlarini nishonga olishini yaxshi bilgan. Balki ular chindan Eron va arab davlatlari urushib ketishini istagan, arab davlatlari shu uchun bosiqlik qilayotgandir. Bo'lishi mumkin. Tucker Carlson Saudiyadagi Aramco zavodiga eronliklar emas, isroilliklar zarba bergan bo'lishi mumkinligi haqida versiyani ham ilgari surgan. Bu mantiqda ham jon bor. Chunki Isroil chindan musulmon davlatlar birlashish o'rniga bir-biri bilan urushib ketishini orzu qiladi. Agar arab davlatlari mintaqaviy urushning oldini olish, Isroil va Amerika yuzaga keltirgan provokatsiyaga uchmaslik uchun Eronga javob bermayotgan bo'lsa, ularning bosiqligi hurmatga munosib. Lekin Amerika ruxsat bermagani uchun o'z hududiga raketa tushganiga jim qarab turgan bo'lsa, buning nomi nima deyilishini yaxshi bilasiz.
Aytgancha biz yarim yil avval arab davlatlari nega Isroil zarbasiga javob bermasligi haqida video e'lon qilganmiz. Uni ko'rib vaziyatni yaxshiroq tushunib olishingiz mumkin. Yaqin Sharqdagi urush haqida yangiliklarni kunuzda kuzatib boring. Yana takrorlayman, shu kunlarda hamma yer fake videolarga to'ldi. Ishonchli xabarlardan boxabar bo'lishni istasangiz, Kunuz YouTube kanalini kuzating. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.